Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan Texno Xabar kanali. Do'stlar, biz bir necha kunlardan so'ng sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi video roligimizda do'stlar, kompyuterimizdagi materinskiy plata, ya'ni motherboard, o'zimiz tilda aytganda ona platasi bo'ladi. Ushbu ona plataga, ya'ni materinskiy plataga BIOS tizimini yangilashni o'rganamiz. Buni qanday qilib deysizmi? Undan oldin esa agar qiziqayotgan bo'lsangiz, video ostiga tushib bir dona like tugmasi hamda kanalimizga obuna bo'lib, uni yonidagi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qani do'stlar, tayyor bo'lsangiz biz video rolikni boshlaymiz. Undan oldin esa BIOS nima degan savol sizlarni qiynashi mumkin. BIOS to'g'risida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tsam, BIOS bu tizimli platamizga, ya'ni o'sha materinskiy platamizga o'zini tizimli dasturi hisoblanadi. Kompyuterimizda mana qo'shganimizda, yoqganimizda xullas o'shani dasturi nima deydi? Tizimli platani xullas boshqarib turuvchi dasturiy ta'minot hisoblanadi. Ya'ni o'sha protsessorlarni ishlash tezligini, ishlash chastotalarini, operativkalar, xullas barcha shu platadagi nima qurilma bo'lsa, barchasini boshqaruvini nima deydi? Ishlash tizimini boshqarib turadigan dastur hisoblanadi do'stlar. Dasturiy ta'minot hisoblanadi. O'zi BIOS so'zi qisqartma so'z bo'lib, Basic Input Output System degan ma'noni anglatadi. Buni tarjimasini bemalol Google Translate orqali tarjima qilib olishingiz mumkin. Endi men o'zimni aniq esimda yo'q. Ya'ni o'sha kirish chiqish qanaqangidir tizimi deb hisoblanadi. Shunaqa tarjima qilinadi do'stlar. Tarjimasi, asl tarjimasini Google Translate orqali tarjima qilib olishingiz mumkin. O'sha siz aytgan BIOSni bugun do'stlar mana bunaqangi kompyuterlarimizni men sizlarga ko'rsatishim mumkin. Mana bu ichidagi o'sha materinskiy platani do'stlar bugun BIOSini yangilaymiz. Ya'ni qanaqangi tartibda. Sizlarga albatta qiziq bo'ladi degan umiddaman. Video roligimiz juda ham qiziq bo'ladi. Albatta videosiga tushib bir dona like tugmasi hamda kanalimizga obuna bo'lib, uni yonidagi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qani tayyor bo'lsangiz do'stlar, biz video roligimizni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana hozir biz birinchi o'rinda kompyuterimizni qo'shib oldik. Nima qilamiz? Birinchi o'rinda biz kompyuterimizni qo'shib olganimizdan so'ng internet brauzer Google Chrome'ga kiramiz. Google Chrome dasturiga va mana qidiruv bo'limiga yozamiz. Platalaringni modelini yozasizlar, ya'ni qanaqangi tartibda do'stlar sizlarga hozir tushuntiraman. Mana misol uchun kompyuteringizdagi plata, materinskiy plata, qanaqangi materinskiy plata qo'yilgan bo'lsa, o'sha modelini to'liq yozasizlar. U modeli qayerda yozilgan deb o'ylashinglar mumkin. Sizlarga hozir bu haqida ham batafsil tushuncha berib o'taman. Xo'sh, mana do'stlar, sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana materinskiy plata bo'ladigan bo'lsa do'stlar, mana prosmotr qilib sizlarga ko'rsataman. Mana shu materinskiy platamni modeli, ya'ni Gigabyte H110D3 degan materinskiy platamizning modeli bo'ladi do'stlar. Mana bu yerga yozilgan bo'ladi, mana Gigabyte GA-H110D3. Mana shu hamma materinskiy platada yozilgan bo'ladi do'stlar. Mana hamda ham ko'rishinglar mumkin. Mana Gigabyte H110D3 ko'rishinglar mumkin. Shunaqangi yozsa korobkasining ustida ham yoziladi do'stlar. Mana H110D3 degan modelimizda do'stlar. Bizning materinskiy platamiz shunaqangi do'stlar. Endi hozir biz nima qilamiz? Birinchi o'rinda aytib o'tganda mana bunaqangi modelini yozamizda, qidiruv qilamiz va mana bu yerda birinchi o'rinda gigabyte.ru o'zini sayti orqali chiqadi do'stlar. GA-H110D3 materinskiy plata. O'zini ofitsial saytiga o'tadi do'stlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Plata to'g'risida qanaqangi qulayliklari bor. Xullas batafsil yozilgan. Mana двухканальный rejim, работа AVZU DDR4, ikkita razyomli sloti bor. M2 slotlari ham bor do'stlar. Bunda qulayligi mana M2 ketadi platamizga va audio kontrollerlari bor. Xullas batafsil plata to'g'risida ma'lumotlar mavjud do'stlar. Bemalol o'qib ko'rishingiz mumkin plata to'g'risida. Sizlarga hozir ko'rsataman platani. Mana do'stlar. Mana bu yerga yozilgan bo'ladi. Mana shu platani modelini, ya'ni rusumini mana shu Google Chrome dasturiga qidiruvga berasizlar. Google'ga o'zini ofitsial saytida chiqadi albatta. Va biz mana bu yerga birinchi o'rinda поддержка degan joyga kiramiz. E'tiborli bo'lamiz. Поддержка, ya'ni qo'llab-quvvatlash degan joyga kirib, mana bu yerda BIOS degan rejim bor do'stlar. BIOS degani bu mana Basic Input Output System. Mana shu BIOS rejimning ichida mana versiyalar bor. Mana bu yerda ko'rishinglar mumkin. 2015, 16, 16, 17, 17, 17. Oxirgi modelimiz mana oxirgi rusumimiz 2018 ekan do'stlar. Bizda hozir boy ko'rsatganimdek, menda hozir eski versiyasi mana bu 2017 turadi. Hozir sizlarga ko'rsataman buni. Hozir men bu yerda screenshot bo'lib papang deb chiqadi. Mana
ko'rganlaringda do'stlar chiqdi pastda mana shu eski versiya qo'yilgan. Bizda hozir endi buni yangilaymiz, ya'ni 2018-yil 18-aprel kuni chiqqan yangi versiyasini yuklab olamiz. Xo'sh, mana do'stlar yuklab bo'ldik. Endi buni biz hozir sizlar bilan birgalikda Xo'sh, mana do'stlar bizani faylimiz yuklandi уже. Endi buni biz sekingina вырезать qilib olib, рабочий stolimizga olamiz, ya'ni ish stoliga olib, buni извлечь qilib olamiz birinchi. Извлечь fayl qilib olamiz do'stlar mana. Извлечь fayl bo'ldi va kompyuterimizga do'stlar biz nima o'ylaymiz? USB ulashimiz kerak, bitta flash karta o'ylaymiz, farqi yo'q qanaqangi bo'lishidan qat'iy nazar. Xo'sh, mana do'stlar flash kartamizni qo'yib oldik, ya'ni flash xotiramizni qo'yib bo'lganimizdan so'ng buni ichini ochamizda mana bu faylni bu yerga tashlaymiz. Mana ichiga tushdi va mana bu fayllarni ham kopirovat qilamiz da bitta nazar qilib mana shu yerda o'ziga ochiq holda tashlaymiz. Ya'ni mana ichidagi fayllarni bu yoqqa ham kopiya qilib tashlaymiz do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Flashkamizga tushdi o'zi bu. Mana H110 ikkala fayl ham tushdi. Endi faqatgina biz kompyuterni o'chirib, qolgan jarayonlarni sizlarga hozir batafsil ko'rsatib o'taman do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana ko'rib turganlaringdek hozir flash kartamizga qo'yilgan. Hozir men kompyuterni o'chiraman. Batamom o'chiramiz. Birinchi o'rinda kompyuterimizni o'chiramiz mana. Завершение работ do'stlar. Kompyuterda o'chirib olamiz. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz. Sizlarga yana bir bor ko'rsatib o'tib ketaman, ya'ni o'sha BIOSini eskiligini do'stlar mana. Kompyuterimizni qo'shamiz bir marotaba. Mana o'chdi общий do'stlar mana. Ko'rishingiz mumkin USB xotira. Flash kartani ulaymiz-da. Kompyuterimizni qo'shib, klaviaturamizdan do'stlar endi degan tugmani bosamiz mana. Hamma klaviaturalarda bo'ladi buni. Mana bosib turamiz, o'zi chiqadi pastda Q flash deb. Mana Q flash ko'rdinglarmi? Shu tugmani bosamiz do'stlar va mana bunaqangi oyna ochiladi bizda. Xo'sh do'stlar, mana bu yerda yozilgan batafsil model name H110D3. BIOS versiyasi F22 BIOS date mana do'stlar. 11.07.2017-yilda qo'yilgan versiyasi ekan. Hozir buni biz yangilaymiz do'stlar. Mana do'stlar, hozir endi mana bu birinchiga o'tamiz. Update BIOS ustiga bosamiz va mana buni tanlaymiz. BIOS GH110 chiqdi mana. Endi mana buni belgilab mana bu strelkani bir marotaba bosamiz do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir updating BIOS now deb yozuv chiqadi. Mana shuni kutib turasizlar. Kompyuter shu holatda do'stlar, kompyuter o'chib qolmasligi kerak yoki bo'lmasam tokdan uzib qo'ymasligi kerak yoki qanaqadir elektr toki o'chib qolmasligi shart do'stlar. Mana shu holatda ayniqsa. Agar o'chirib qo'ysalar, o'zi BIOS uxlaydi do'stlar. Chunki chala olgan hisoblanadi. To'liq holatda yuklamagan bo'ladi. Kompyuterlarda muammolar ko'payishi mumkin. Ya'ni muammolarga duch kelishinglar mumkin do'stlar. Kompyuterimizda ishlayapti. Mana sizlarga hozir ko'rsataman isboti. Materinskiy platamizda gigabayt H110 D3 degan nima deydi? Shunaqangi rusum. Ya'ni modeli, tipa modeli hisoblanadi. Versiyamizni eslab qolinglar do'stlar mana. Mana ko'rib turibsizlar do'stlar, BIOS versiya F22 2017. Hozir shuni biz yangilaymiz do'stlar. Mana oz qoldi nasib. Xo'sh, mana do'stlar bo'ldi. Mana reboot chiqadi. Buni ustiga rebootni bosaversanglar bo'ladi. O'zi avtomatik qilsa ham bo'ladi. O'xdik do'stlar, mana kompyuterimiz o'chdi. Nima bo'ldi ekan endi? degan savol sizlarni qiynaydi. Kompyuterimiz yondi. Hozir ko'ramiz qani. End bosamiz. Yo'q, F end bossangiz ham bo'ladi. Kompyuter qo'shamizda do'stlar delete tugmasini bosamiz endi. Keyingi tugmamiz delete hisoblanadi. Delete yoki F12 mana. O'z pastda ko'rsatadi. Delete yo F12 ni bosamiz. Ya'ni bizani bot rejimimizga o'tishimiz uchun. Mana sistem degan bo'limiga o'tamiz do'stlar. Platamizga mana bu yerda sistem to'g'risida ma'lumot beradi do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Do ili после deydi. O'zlaringiz solishtirib ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana H110 D3 F24 bo'ldi va 2018 11.04 bo'ldi do'stlar. Mana shunaqangi tartibda yangilanadi do'stlar bu. Biz endi bunga bitta savet beramiz da, dirsa beramiz da, dirsa qilib o'chirib yuboramiz. Kompyuterimizni savet exit qilamiz, bo'ldi, все. Kompyuterimizni ochib olaman. Endi sizlarga tushuntiradigan bo'lsam do'stlar, nima keragi bor deb o'ylashingiz mumkin bu narsani. Bu narsa asosan
protsessor qo'ygunlaringcha, ya'ni kompyuterlaringga protsessor qo'ysalar, ko'p protsessorlar agar eski BIOS pрошивкада bo'lsa, mana bunaqangi protsessorlar qabul qilmaydi, ya'ni yangi rusumdagi protsessorlarni qabul qilmaydi. Ya'ni qanaqangi tartibda bularni ham o'zini do или после deydi-ku. Hozir va oldingi bo'ladi. BIOS pрошивкасы o'sha versiyasi yangilanadi xolos. Deylik, mana hozir i5 7400 bo'lsa, menda oldin BIOS pрошивкам eskiligida men Core i5 qo'ymasligim oldi. Oddiy protsessor dedi, ya'ni Intel Pentium protsessor turganda i5 qo'yganimda tushmagandi bu. Va mana shu BIOS pрошивкani yangilaganimdan so'ng protsessor qabul qildi, ya'ni Core i5 mana tagida turgan hozir Core i5 protsessorni qabul qildi do'stlar. Shuning bilan do'stlar, bugungi video rolikni shu yerda yakunlaymiz. Hammaga rahmat. Xo'sh do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, bugungi video roligimiz mana shulardan iborat edi. Albatta videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shuning bilan bugungi video roligimiz sizlarga oz bo'lsa-da foydasi tegdi degan umiddaman. Albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldirishni unutmang do'stlar. Agar do'stlar kompyuter yig'moqchi bo'lsangiz, albatta video ostiga opisiyaga o'tib, bizni manzillarimiz bo'ladi, shunday chiqadi. O'sha yerga o'tib bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kimgadir kompyuter kerak bo'lsa, biz yig'ib beramiz do'stlar. Albatta chiroyligina o'sha kompyuterda upgrade qilib, video qilib kanalimizga chiqaramiz. Albatta uni ham videosi chiqadi do'stlar. Xo'sh do'stlar, shuning bilan bugungi video roligimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Albatta videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan har doim Texno Xabar kanali bo'ldi do'stlar. Kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar. Omonlikda ko'rishguncha xayr. Preview.